Assalomu alaykum. 3-4 nafar qizi bor ayollarni juda ko'pchiligi mendan so'rashadi. Gulnora opa, men o'g'ilga harakat qilmoqchiman va eng yaxshi yuqori foizni beradigan kalendar qaysi? Menga eng yaxshi bittasini tavsiya qiling, iltimos, deb so'rashadi. Men bugun sizlarga o'zimni shaxsan 10 yillik tajribamdan kelib chiqqan holatda eng yaxshi kalendarlar necha foiz to'g'ri chiqishi haqida haqqoniy shu video orqali ma'lumot berib o'tmoqchiman. Buning uchun videoni oxirigacha ko'ring va videoga like bosishni, o'zingizni, fikrlaringizni, yaxshi niyatlaringizni kommentariyada yozib qoldirishni ham unutmang, sababi kimgaki nimani tilasangiz o'zingizga ortig'i bilan keladi. Va shuningdek albatta kanalga obuna bo'ling. Sababi men eng aktiv obunachilarimning orasidan omadli bo'lganlarni tanlab olib, eng aktivlarni tanlab olib, ularning ma'lumotlari asosida kelasi videolarda eng yaxshi o'g'il oylarni aniqlab berib ko'rsatib o'tib ketaman. Bularni kirib hozirgi paytda videolarda ko'rsangiz, sizga o'xshagan obunachilarimni men video qilib chiqarganman. Demak, 3-4 nafar qizi borlar, yaqinroq keling. Bugun sizlar bilan eng yaxshi kalendarlar haqida gaplashamiz. Usullarni gaplashishdan oldin albatta birinchi bo'lib mana shunday kalendarlar yordamida harakat qilgan aynan sizga o'xshagan mijozlarimni chiroyli natijalarni bir martaga niyat qilib ko'rib chiqing. Albatta niyat qiling hoziroq, sababi niyatlar albatta amalga oshadi. Assalomu alaykum mana aziz obunachilarim. Yana bir mijozim o'g'il orzusiga yetdilar. 17-fevral kuni bizni polvonchamiz tug'ildilar. Endi qaranglar, juda ham ko'pchilik mendan so'raydi, uziyadashi mumkinmi deb so'rashadi. Mumkin. Hatto tug'ruqgacha o'g'il homila qiz bo'lib ko'ringan bo'lishi mumkin, qiz homila o'g'il bo'lib ko'ringan bo'lishi mumkin. Bunday holatlar uchrab turadi. Masalan, mana bu mijozimda ham 2025-yil 11-oktyabr kuni yozganlar. Men 100% odzivlarni ko'rsataman. 20 haftalikda o'g'il deb aytilgan, ishonsam bo'ladimi deyaptilar. Sababi 12 haftada uzida o'g'ilga o'xshayapti deyilgan. 13 haftada esa qiz deb aytilgan. Mana yozganlar. O'shaning uchun shubhalanib, ikkilanib yurganlar va oxirida avvalo Alloh mana shu polvonchamiz dunyoga keldilar. Endi biz qachon harakatni boshlaganmiz? 2025-yilda mijozim mana boshida yozganlar. Assalomu alaykum, o'g'ilga taqvim qildirmoqchiman deb noyabr oyida 24da yozib, 25-yilda yanvar oyidan taqvim olganlar. Avvalo Alloh natijalarni joylashga vaqtimiz ham bo'lmay qoladi. Mana qaranglar, mijozim yozyaptilar. 6 oylik taqvim olganman. May oyi menda o'g'il chiqdi va o'sha oyda homilador bo'ldim deyaptilar. 4ta 5ta genetiklar undan tashqari may oyini hisoblab 90% yuqori foizda qiz deb berishganda va oxirida mana shu o'g'ilchamiz, polvonchamiz dunyoga keldilar. Rahmat etib menga otsiv yozyaptilar va so'rayapman, nechta qizingiz bor desam, bitta jinsini aniqlagandingiz qizimni ham. O'shaning uchun sizdan taqvim olganman deyaptilar. Ya'ni bitta qiz farzand jinsini aniqladim, qiz tug'ildi va ikkinchisiga darrov o'g'ilga harakatni boshladilar. Mana tepada ham yozganlar 2025-yil 25-avgust, ya'ni tug'ruqdan avval homiladorlik vaqtlarida. Assalomu alaykum, sizdan fevral oyida plan olgandim 6 oylik va may oyida harakat qildim deyaptilar. Undan tashqari ikkita genetikdan ham plan olganman. Ular qiz deyishgan may oyini. Bir gap bo'lar deb harakat qildim, skriningga tushdim, 100% o'g'il deyapti deb yozganlar. Va oxirida mana shu o'g'ilchamiz tug'ildi mana. Men nima demoqchiman? Avvalo Allohdan mana bitta qiz farzandli bo'lishlari bilanoq menda aniqlatganlarda, ikkinchisiga darrov o'g'ilga harakatni boshlavordilar. Biz sababini qilamiz, natija Allohdan. Hammani ish usuli har xil. Mana 4ta 5ta genetik bir ovozdan 90-99% gacha qiz deb qilib berishganda, qiz deb yozib berishgan may oyini. Menda eng ko'p jamlanmada tuzayotganimizda may oy o'g'ilga kelayotgan bo'lgan. Mana skrininglar 13-14 haftalik dedi, o'g'il deb aytdi deb yozyaptilar. O'shaning uchun avvalo Allohdan chiroyli niyat qilib harakatni boshlash kerak. Qaynonam juda ham xursand bo'ldilar deb yozganlar. Oxir rasmlarini yuborib, mana rahmat etdilar. Ilohim niyat qilgan hamma obunachilarimga nasib qilsin. Shiringina qizaloqqa niyat qilgan aziz obunachilarim bormi? Qaranglar mana. Assalomu alaykum, qizcha degandiz, qiz farzandli bo'ldim. 4 nafar genetik aniqlab o'g'il degan ekan, mana yozyaptilar. Mana shu shiringina qizaloqchamiz dunyoga keldilar. Ilohim umri va rizqi bilan bergan bo'lsin. Men homila jinsini aniqlab berganimda o'zi ham tasdiqladi deb yozib, darrov mana o'g'ilga biza taqvim qilib boshlab olganmiz va tepada aniqlab bergan vaqtlarimni ham sizlarga ko'rsatib o'taman. 2025-yil avgust oyida aniqlab homila jinsini
ismini qizaloq degan ekanman va mana hozirgi paytda shiringina qizaloqchamiz dunyoga keldilar. Duo qilib qo'yinglar, biz Xudo xolasa keyingi farzandga o'g'ilga taqvimni tayyor qilib qo'yganmiz, eng yaxshi oylarni aniqlab, ilohim keyingisiga o'g'il bo'ldi deb chiroyli otsiflar yozish nasib qilsin. Shunaqa shiringina qizaloqlarni niyat qilgan har bitta obunachilarimga esa mana shunday shirin nashakar qizaloqlarga onajon bo'lisham nasib qilsin deb qolaman. Endi uzoq yillik tajribamda 50 dan ortiq metodlarni qo'llab kelayotgan bo'lsam, bularni hammasi har xil. Onaning yosh davrlari, otaning yosh davrlari va ularning umumiylikdagi hisob-kitoblari asosida homila soni, farzandlar soni asosida chiqariladigan maxsus hisob-kitoblar mavjud va bular yosh davrlariga qarab hisob-kitob qilinadi asosan. Shuning uchun ham birinchi homilada boshqa metodikalar tushadi, 2da boshqa, 3da, 4da, hammasida har xil. Ya'ni qaysidir metodika sizni masalan singlingizga mos kelib hamma bolasida to'g'ri chiqqan bo'lsa, sizni hamma farzandingizda xato chiqishi mumkin. Nimaga? Sababi yosh hisoblarida farq bor. Shularning hisobiga ham qaysidir usul kimgadir mos kelib, kimgadir mos kelmaydi. Shuning uchun ham mutaxassisga murojaat qilgan nisbatan yaxshiroq. Sababi uzoq yillik tajribada biz buni sinab kelamiz, ko'rib kelamiz, o'rganib kelamiz va bitta joyini unutmang, hammasi avvalo Allohdan. Birinchi o'rinda. Manaman degan dohiyga, donoga bormaysizmi? Agarda avvalo Alloh deb Alloh sabab chiqmagan bo'lsa, natija bo'lmaydi. Shuning uchun ham biz bandalar sababini qilamiz, sababini qilishga buyurilganmiz. Biz har doim Allohdan umid qilamiz. Kimga boradigan bo'lsangiz ham, mutaxassisgami, ginekologgami, urologgami, eko muolajasigami, Allohim men sababini qilaman, o'zing sababchi qilgin mana shu odamni degandek borasiz. Ya'ni Allohdan ustun qo'ymang hech qaysi bir usulni. Men buni har doim ochiq aytib kelganman. Va shuningdek, eng mashhur bo'lgan kalendar, eng yaxshilaridan bittasi sifatida Xitoy kalendarini juda ham ko'pchilik tavsiya qiladi. Xitoy kalendarini necha xil varianti bor, shu vaqtgacha men o'zim ko'rganim 10 ga yaqinini ko'rganman, undan ortiq ham chiqsa kerak. Sababi uni yaroqlisi va yaroqsizrog'i bor. Ya'ni ko'pchilikka mos keladigani bizda yaroqli deb olinadi degani ham. Erkakning yosh davriga qarab hisob-kitob qilinadigan Xitoy kalendarlari mavjud. Ayolning yosh davriga qarab hisob-kitob qilinadigan 4-5 xil Xitoy kalendari mavjud. Qaysidir kalendarda yoshingizga 1 yosh qo'shilsa, qaysi biridadir 9 oy qo'shiladi. Qaysi biridadir aynan hozirgi yoshingiz hisoblanadi. Yana qaysi biridadir, masalan, siz hozir yanvar oyida tug'ilib 26 yosh bo'lsangiz, 2000-yil tug'ilgansiz va yanvar oyida o'zingizni 26 yosh deb olayotgan bo'lsangiz hisob-kitobda yo'q. U Xitoy kalendari bo'yicha siz 27 yoshsiz va sizning yoshingizga 1 yosh qo'shilib ustiga ketadi, ya'ni oshadi. Shunaqa chalkashlik joylari ham bor. O'shaning uchun ko'pchilik menga mos kelmadi, menga hech qaysi biri tushmadi deydi. Faqatgina hisob-kitob joyiga muhim ahamiyat qaratish kerak. Men sizga bugun eng oddiy Xitoy kalendarini bermoqchiman. Bu Xitoy kalendarida siz shunchaki yoshingizga 1 yosh qo'shasiz bo'ldi. Boshqa hech narsa qo'shilmaydi. Men bu Xitoy kalendarini o'g'il uchun tavsiya qilyapman. Ya'ni yoshingizni hisoblaysiz, bu yil siz necha yoshdasiz? 2026-yilda siz aytaylik 30 yosh bo'ladigan bo'lsangiz, bu kalendarda siz o'zingizni o'g'il oylaringizni bilish uchun 31 yoshni ko'rasiz. 1 yosh qo'shiladi, bo'ldi. Boshqacha qonuniyati yo'q. Va shuningdek, mutaxassis yordamida eng yaxshi oylarni aniqlash siz uchun qiziq bo'ladigan bo'lsa, sababini qilishga tayyor bo'ladigan bo'lsangiz, faqatgina niyati jiddiy bo'lgan obunachilarim menga murojaat qilishingiz mumkin. Sababi men bir kunda 2, 3, uzog'i 5 tagacha mijoz bilan shaxsan o'zim ishlayman, shaxsan o'zim yozishaman, shaxsan o'zim gaplashaman. Shuning uchun sababini qilmoqchi bo'lgan insonlarga qo'ldan kelgancha yordam berib kelaman. Videoni oxirigacha ko'rganingiz uchun rahmat. Like bosib, kommentariyada o'zingizning izohlaringizni va sizda qaysi oylar o'g'il chiqqanligini albatta yozib qoldiring.